o'zim bilan o'zim ovora bo'lib qolibman. Sardor aytayapti deb o'ylabman. Sardorni ovozini o'xshatadiganlar, yurish-turishni o'xshatadiganlar ko'payib qolibdi o'y. Mana sahnada ham bir o'nlab shogirdlari bor. Boya bittasini bilmasdan oyog'ini bosib olsam, dedim. Buni qarasam, shogird ekan. Gap yo'q lekin. Men Sardorda birinchi qo'shig'ini eshitganimdan muxlis bo'lganman aka. Sababi keyingi paytlarda erkak san'atkorlarning ovozi ham ingichkalashib, xotin-qizlarning ovoziga yaqin kelib qoldi. Birlashsa endi qo'shiq eshitmayman deb turdim. Yo'q. O'zbek san'atiga Sardor bir boshqacha ovoz, boshqacha ohangda deb kirib keldi. Bo'lar ekani devordim, yayravordim aka. Bo'lar ekani, mana boshqacha ovoz. Qarasam ovoz qalin yigitda. Qosh undan ham qalin. Turish original. Qanaqa turyapti, aqlim yetmaydi aka. Shu oyoqdan yelka 40 sm orqada turibdi qarasam. Shunaqa xavotir qilaman. Yiqilmasaydi shu bola, yiqilmasaydi deyman. Qishloqqa borsam, qishlog'imizda ham shogirdi bor ekan. Asror Asadov deydi bir akamizning o'g'li, san'atkor, o'g'li ham san'atkor bo'libdi. Qo'shiq aytayapti, ovoz xuddi shunaqa. Turishda ham o'xshataman deyapti. Men aytdim, harakat qilma, kerak emas. Sardor u tug'ma shunaqa dedim. Yo'q, har gapimni olmadi. Bitta qo'shiqda aytguncha bir 3 marta orqaga o'tirib qoldi. Aytdim-ki senga dedim. Oxiri shunaqa aytmasam qo'ymayman deb turuvdi. Oxiri ana mikrofonni steykasini orqasiga berib qo'ydik, mana shunaqa aytdik. Yo'q, hammaga emas bu ham. Gap yo'q. Juda qoyil qoldim mana shu narsaga. Keyin parodiya yasadim. Biza qiziqchilikda bir odat bor. Qaysi san'atkorni agar xalq yaxshi ko'rsa, o'zimiz yaxshi ko'rsak, albatta uni qo'shig'iga bir hazil qilishga o'zimiz harakat qilamiz. Keyin darrov ana qo'shig'iga parodiya qildim. U payti uylanganim yo'q edi. Yosh ham o'tdi, uylanmoqchiman. Minilmagan toy kerak menga. Xomiy telefonni ko'tarmay qo'ydi. Baqvat to'y kerak menga. Menga. To'y kerak menga. Samarqanddan to'y kerak menga. Shu yaxshi ko'rishadi, xalqimiz yaxshi ko'rishadi shu janrni, parodiya janrini. Shuni hozir o'ylab yana bir qo'shig'iga, ana u raqamlar haqida bir qo'shiq aytdi. O'zi hech kim qilmagan ishlarni qiladigan odati bor Sardorning. Raqamlar haqida qo'shiq aytdi. Ancha-muncha eshitdinglar, quloqinglarda bor. O'shanga men hazil parodiya yozdim. Hozir yana o'qib bersam kulishdi-da, chiqib tomoshabinlarga ham o'qib bering deydi. Men hali tayyor emasam, yo'q, o'qib beravering. Tushunsa tushunishdi, tushunmasa mana biz ham maza qildik, ular ham maza qiladi deydi. Hozir shuni o'qib beraman. Hali bo'yog'i ham qurimagan. Xuddi o'sha raqamlar qo'shig'iga hazil parodiya. San'atkorlar bir kun jam bo'ldi. Ozodbekdan Rayhonga qadar. Eng birinchi hosila keldi. Eng so'ngida Sarbon darbadar. Diskni taklif qilmadilar ham. Endi fonogramma demoqchi-da, bitta. Diskni taklif qilmadilar ham. Uni san'at bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro, kelib chiqdi oxir mojaro. Manzura manzurman dedi. Orol Mirzo manzurman dedi. Sardor zo'rdek ko'ksini kerdi. Alisher Fayz sirliman dedi. Anvar, Dilshod, Adham maqtandilar bo'lib olib jam. Xullas kalom eng kichik bo'lib, Xulkardan ham teng kichik bo'lib. Jonli ijro bir oz xor bo'ldi. Aytolmagan sharmisor bo'ldi. Shu payt mini disk kelib qoldi. Bojalar shart yoniga oldi. Bir zumda yulduzga aylandi va ayovsiz jangga shaylandi. Hamma diskni yoniga tortdi. Uning qadri qiymati ortdi.
Ulug' mahkam ushladi diskni. Hofiz bo'ldi, qarang bu holni. Shunday qilib disk talosh bo'ldi, qo'shiqchiga til va bosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa, ushbu erur qissadan hissa. Kamsitmang hech cho'pni, xasni ham, toshu kesak, baland, pastni ham, 7 emas, 1000 o'ylab bir deng. Disk bo'lmasa ko'p qo'shiqchilar nolga teng. Va aytganimizdek, sizlar yaxshi ko'rgan, o'zimiz yaxshi ko'rgan san'atkorlar qo'shiqlariga ham hazil qilishga albatta harakat qilamiz. Shu parodiyalarni xalqimiz, muxlislarimiz yaxshi ko'rganliklari uchun men ularni hit paradini tuzishga harakat qildim. Hit paradimni 9-o'rnini men hammamiz sevgan san'atkorlardan biri, mana yosh novqiron chiqib kelyapti, Bahrom Nazarovga berdim. Bahrom Nazarov uydan xotini haydab chiqarib yuborgandan keyin yo'l yuradi, yo'l yursa ham mo'l yuradi va qator tollar ekilgan bir ko'chaga kelib qoladi. Bir chiroyli juvon qarasa kulib tirjayib turgan ekan, shu juvonga qarab aytgan ashulasi bilan shu o'rinni oldi. O pari pari, bu pari pari, kimning dilbari, joyi bormi, domi bormi, o'tira qolgali. O'zim majburman ko'chada qoldim. Ana endi qarsa cholasizlar, bu san'atkorlar hurmati uchun bo'ladi. Navbatdagi pog'onani Jasur Umirov ertasi kuni xuddi shu joyda, xuddi shu juvonga qarab aytgan ashulasi bilan egalladi. Vay vay vay. Qanaqa qizligingizni bilamiz. Vay vay vay. degan qo'shiq. Qarsanglaringiz san'atkorlarimiz sha'niga bo'lsin. Navbatdagi pog'onani yana bir yoqimtoy san'atkorlarimizdan biri Mansurxon Nurmatov egalladi. Jamalingiz yo'sin, go'zallik qiyosi, jamalingiz yo'sin, go'zallik qiyosi, hayotim ma'nosi, Oysha xolaning nosi, Oysha xolaning nosi. Endi qarsak bo'ladi. San'atkorlarimiz hurmatiga bo'ladi. Navbatdagi pog'onani yana bir ajoyib, zabardast, nima deydi? Shahdam qadamlar bilan keladigan san'atkor ukamiz, xushovoz xonanda, hozir chiroyli qo'shiqlarni aytib berdilar. Demak, Vohidjon Isoqov serial muxlislarini nomidan aytgan ashulasi bilan shu navbatdagi pog'onani egalladi. Ishonini qaydan izlay? Dehli yo Bambeydan izlay? Ishani ko'raman deb o'g'irlatgan eshagimni qaydan izlay? Qarsanglaringiz san'atkorlarimiz bo'ladi. Navbatdagi pog'onani Alisher Fayz tanish bilishsiz o'z kuchi bilan oldi. Janon qaro qoshing sening kamon ekan-ku, boshim ochiq degan so'zing yolg'on ekan-ku, ering bosib urdi meni hayvon ekan-ku, bir qaynag'ang sakrab debdi maymun ekan-ku. Qarsanglaringiz san'atkorlarimiz sha'niga. Navbatdagi pog'onani mana siz kutib, siz yo'qlab kelgan san'atkor Sardor Mamadaliyev egalladi. U internetga bag'ishlab aytgan ashulasi bilan shu pog'onaga loyiq ko'rildi azizlarim. Cho'lg'ab oldi bizlarni WhatsApp. Kutubxonaga qatnamay qo'ydik. 2 soat internet o'chganda ana o'shanda enamizni ko'rdik. Paynet qildi kimdir beg'araz. Qabul qildik biz ham bezatkaz. Lomka bo'ldik internetga chin. Otamizga qaramay qo'ydik do'stim. Do'stim, xotining qariyapti. Hushyor bo'lgin, ogoh bo'l. Bundan buyon ko'p tergaydi, sergap bo'lar, tayyor tur.
O'zing ham qarimaslik uchun yuz teringni masaj qildir, torttirib tur. Bu dunyoda har nizotdan erkak mo'rtga o'xshaydi. Salomat bo'linglar.